Men boshimni yuvsam sochim tinmay to'kilayotgandi. Mana shu insonni bitta maslahati bilan hozir soch to'kilishi to'xtadi. O'rtoqlar, men sizlarga ilmoqchiman. Socholog, trixolog Jaloliddin akam, yaxshi bo'lsa sog'ligingiz yaxshimi? Hattoki Rossiyalardan kelib soch ektirib ketishyapti ekan sizga. Tangacha bo'lib soch to'kiladigan yurtdoshlarimiz shifo topgan ekan. Juda ham ko'plari kunda deyarli soch ekar ekansiz, operatsiya qilar ekansiz. Ko'z temas aka. Endi bitta savol bo'ladi. Mani obunachilarim shu videoni ko'rib turganlar aka, sizni lichkangizga shu sochimizdagi muammolarni rasmga olib tashlasak, bizga bir onlayn konsultatsiya, bir yaxshilik qila olasizmi aka? Bemalol Navruzbek, agar ulab qo'ysangiz Instagramda bemalol yozishsin. Ha, men sizni ulab qo'yaman aka, ulab qo'yaman. Bemalol o'tib, o'zlaringga obuna bo'lib, rezultatlarni ham profillarida bor, ko'rsanglar bo'laveradi. Lichkasiga Navruzbek beradi Jaloliddin aka. Shunaqa muammo bo'lyapti-da, sochinglardagi muammolarni yozsalaring bo'laveradi. Endi aka bitta yaxshilik qilaylik. Keling, mana shu butun O'rta Osiyo bo'ylab bepul konsultatsiyani siz e'lon qiling. Bitta narsa maqsadda qilyapman. Buni ko'pchilik dori yozib yuboring, sochim o'sib chiqsin deydi. Ba'zilarda bo'ladi, sochini o'sha ildizi bo'lmaydi, lekin dori qilaveradi. Buning uchun sochda ildizini ko'rib olish kerak. Tirxaskov apparat bor. 4-5 mart kunlari, xudo xolasa 9 dan 4 gacha agar telefon qilib yozdirib kelinadi, albatta. O'sha kuni kelishsin, sochda ildizi bor, yo'q, qanaqa kasallik, ba'xurja ma'lumot berib o'taman. Bepul bo'ladi. Konsultatsiyangiz ham, trixoskop ham bepul bo'ladi, diagnostika ham. Aka, rostdanmi? Ha? O'chirib yozdirsak bo'ldimi? Yozilib. Gap so'zga o'rtoqlar, bu videoni tarqatib olib, like bosib qo'yasizlar. Bunaqa mutaxassislar juda ham kam. Hammamizga kerak. Albatta keling, ekranda nomerlarni qoldiryapman. O'zlariga ham o'tib yozsanglar bo'laveradi. Katta rahmat.